Qo'qon shahri Buvayda tumanidagi darvozamizni avtomatikasini ikkinchisini mana o'rnatib bo'ldik. Darvozamizni bo'yi 3.35 ga, eni 3 bo'lgan. Mana ish jarayonida akamizga pultni topshirish jarayonimiz. Aka, qutlug' bo'lsin. Biroz avval ukangizga o'rnatib berdik, endi mana sizni ham uchastkangizga o'rnatib berdik. Doimida shu bizni kuzatayotganlarga ikki og'iz fikringiz xato gapiramiz. Ukam gaplashdi, o'rnatdi, ko'rdim. Menga ma'qul keldi. Shuning uchun o'zim ham taksiya qildim, o'zimga qo'yib berishdi. Yaxshi. Menga ma'qul keldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Qutlug' bo'lsin aka. Qutlug' rahmat. Salomat bo'lasizlar. Rahmat. Sizga shunaqangi sifatli avtomatika darvoza haqida ma'lumot kerak bo'lsa, ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz, batafsil ma'lumot telefonda berib o'tamiz.